aslida sen turkmassan, tomirlaringda Rum qoni bor. Turklar bu qadar madaniyatli bo'la olmaydi. Turklar vatanlariga qilingan hujumga norozilik bildirishadi. Italiya konsulligi gerbining parchalangani, yerlarda sudralgani ko'rinadi. Bir turk kabi na'ra tortadi. Ketsang ket. Ammo men qolaman. Men turkman. O'sha on ana shu lahzada Primo boshidagi shlyapasini bir chetga nima qiladi? Uloqtirib tashlaydi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi suhbatimizga xush kelibsiz. Bugun bir hikoya aytib bermoqchiman. Mana qon tortibdi deydi. Qazisan, qartasan, asl zotingga tortasan deydi. Bugungi hikoyamiz ham mana shuni qanchalik to'g'ri ekanligini bir qadar isbotlaydi. Bir yulduzsiz tun, bir bo'g'uvchi bo'g'ib turadigan kecha, go'yo bir yaqinlashib kelayotgan nima bor? Bir falokat bor. Hamma so'zsiz, sadosiz o'sha falokat yuki ostida ezilayotgandek his qiladi. Ammo hali uning nimaligi unchalik ham ma'lum emas. Go'yo har narsa uyquga ketgandek, chuqur uyquda ekandek. Go'yo hammaning har narsadan xabari bor, ammo hech kim hech narsa gapirishni istamaydigan bir vaqtlar. Bir bandargoh bor, kimsasiz. Dengiz qorong'u, mahzunlik. Hatto to'lqinlar ham mahzunlik bilan qirg'oqqa uradi. Uzoq-uzoqlarda qanaqadir shiddatli tovushlar eshitiladi. Qanaqadir zarbalar, taqir-tuqurlar, zavodlar ishlayapti. Poyezdning ovozi eshitilib turadi. Ana shu zulmat qa'rida, sohil chetida soya misoli bitta sharpa bor. Xuddiki u sharpa jonli haykaldek go'yoki qotib qolgan. Istanbulda Qoraburun degan bir joy bor. Men mehmonlarimning aksariyatini Qoraburunga olib boraman. U yerda bir mayoq bor. Bu hikoyani bizga hikoya qilib berayotgan qahramon ana shu mayoqning yonida turibdi. Ammo ancha yillar avval hammani bezovta qilayotgan, dengizni hatto bezovta qilayotgan bir tun. Bu odamning ismi Kenan. Parijda tahsil olgan. Turk bo'lishni qo'pollik deb bilib, madaniyatni faranglardan, farang salonlaridan, fransuz salonlaridan qidirgan o'sha nazokatli, o'sha kibor muhandis Kenan. Zamonlar bir-biridan unchalik ham farq qilmagan. Bugun ham ko'pchiligimiz madaniyatni boshqa joylarda deb o'ylaymiz. Bugun gap madaniyat haqida emas, gap qon haqida. Ammo Kenan Bey u farang madaniyatiga oshiq bo'lgan Kenan Beyning ruhi bugun bo'ronlar ichida, zulmatdan ham qop-qora. 48 soatdirki hamma tomondan yog'ilayotgan xabarlar o'sha italyanlarning Trablusga, o'sha go'zal Osmonli tuprog'iga sababsiz, nohaq va qaroqchilarcha deylik hujum qilgani xabari. Bu yerda endi insoniylik, birodarlik, udurlik, budurliklar bahonasi bilan qilingan bir hujum. insoniyat
qutqaruvchilarining insonni erki yo'lida qilganlari bosqin. Niqoblar tushgandi. Kenanbek u yoqdan bu yoqqa yuradi, ammo qayerga ketayotganini, nima qilmoqchiligini bilmaydi. Yillar avval İzmirda o'sha italyan qizi Gratsiyaga oshiq bo'lgan kunlarini eslaydi. Qaynotasi Monsieur Vitalisning uni qanday avraganini, aslida sen turkmassan, tomirlaringda Rum qoni bor. Turklar bu qadar madaniyatli bo'la olmaydi, deya uni o'zligidan qanday uzib qo'yganini juda ich-ichdan bir uyat bilan eslaydi. O'sha yolg'onlarga ishongan, turkligini inkor etgan, hatto uyidagi xizmatkorlarni ham o'sha davrda Rumlardan tanlagani bularni eslaydi. Hattoki tug'ilgan bolalariga ham ism qo'yishganda Primo, Secundo, ya'ni Primo birinchi, Secundo ikkinchi, bunday ismlar qo'ygan. Ammo bolalarini Primosi ketib, Secundosi olamdan o'tib Primosi qolgan. Endi o'sha madaniyatli deb sanaganlari italyanlar, Italiya xuddi vahshiylardek uning vataniga, uning tuproqlariga hujum qilayotgandi. Kenanbek o'sha kecha mehmonxonada tong ottiradi. Keyin ko'chaga chiqqanida ko'chalar tamoman boshqacha manzarada. Rumlar, yevropaliklar quvonch ichida, shlyapalilar bayram qilardi, ammo turk mahallasi jimjit, viqorli, yarador turk mahallasi qon yig'laydi. O'g'li butunlay boshqa bir olamning eshigini ochayotgan. Endi uni boshiga kelayotganlar mutlaqo boshqa bir narsa edi. Nima desangiz, onasi uni bir italyan qilib tarbiyalamoqchi bo'lardi. Ammo qon, asl turk qoni tomirlarida pinhona nima qiladi? Jo'sh uradi. O'sha urush boshlangan kuni Primo maktabga bormagan, sohilda aylanib yurgan. Orxan degan bir o'rtog'i bor. U bilan duch kelganda Orxan unga sening otang turk, sen ham turksan degandi. Bu so'z u Primoning ichida uxlab yotgan devni uyg'otib yubordi. Orxan bilan birga milliyatchi klublarga borib qo'shiladi. U yerda juda ko'p olomon to'plangan. Turklar vatanlariga qilingan hujumga norozilik bildirishadi. Qarshi chiqish istagida. O'sha olomon ichida Italiya konsulligi gerbining parchalangani, yerlarda sudralgani ko'rinadi. O'sha on, ana shu lahzada Primo boshidagi shlyapasini bir chetga nima qiladi? Uloqtirib tashlaydi. Deydiki, men ham sizlardanman. Hayqirgisi keladi. O'sha oqshom uyga qaytganida onasi Gratsiya bilan otasi Kenanbek uyda janjallashayotganini ko'radi. Gratsiya deydiki, men bu vahshiy mamlakatda nima qila olmayman, qola olmayman. Italiyaga ketaman. Bolamni ham olib ketaman deb baqiradi. Kenanbek esa ilk bor, yillar o'tib ilk bor bir turk kabi na'ra tortadi. Ketsang ket. Ammo men qolaman. Men turkman deydi.
Endi navbat Primoga yetib kelgandi. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollarida naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollarida naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Onasi va otasi uni yonlariga chaqirishadi. Kichkina bola ichkariga kirganida yuzida g'alati bir jiddiyat, ko'zlari yig'lagani uchun katta bo'lib yoshlangan, ma'no bor chuqur nigohlar. Otasi so'raydi: "Bolam, onang bilan biz ajrashyapmiz. Onang Italiyaga ketyapti. Sen kim bilan qolishni istaysan? Onang bilan ketib italyan bo'lasanmi yoki men bilan qolib turk bo'lasanmi?" Ana o'sha on xonada vaqt to'xtab qoladi. Gratsiya har doim erkalab, silab, sipalab katta qilgan o'g'lining o'ziga chopishiga o qadar aminki, Kenanbek esa ichida biroz qo'rquv, biroz umid, bir titroq bor. Primo to'satdan o'rnidan otilib turadi. Ana o'sha nozik italyan kayfiyatida tarbiyalangan yigit, o'sha avaylab o'stirilgan bola bir lahzada o'rtadan yo'q bo'ladi, o'rniga bir burgutli bolasi kelganday. Qo'llarini beliga tiraydi, ko'zlarini goh onasiga, goh otasiga tikadi va buzuq bir turkcha bilan, ammo dunyoning eng ravon tili bilan gurullatib gapiradi. Men turk bola, men yo'q italiyano deydi. Men shu yerda, men bola turk deydi, bu yerda deydi. Butlarning qulashi. Primo so'z bilan kifoyalanmaydi. Xonadagi divanga sakrab chiqadi, qo'liga tushgan stulni olib devorga osig'liq turgan italyan qahramoni Viktor Emanuelning rasmini yerga urib tushiradi. Parchalaydi. Shishalari chil-chil sinadi. Keyin ortiga o'giriladi. Garibaldining rasmlarini ham xuddi shunday g'azab bilan pastga uloqtiradi. Gratsiya onasi dahshat ichida qotib qoladi. Kenanbek ko'z yoshlari ichida o'g'liga tomon yuguradi. Uni quchog'iga oladi, bag'riga bosadi. U jajji vujudda asrlardir unutgani, o'zi unutgani, yo'qotgani, xor ko'rgani o'sha muazzam turk ruhining qayta tug'ilishini ko'radi. O'g'lini o'padi, hidlaydi. Gratsiya esa bir burchakda hiqillab yig'larkan, ota va o'g'il vayron bo'lgan bir oilaning xarobalari ustida go'yoki qayta topilgan vatanning saodatini o'zaro baham ko'rishayotgandi. Shunaqa. O'ylaymanki, xulosalarni chiqarishga urinib ko'rasiz. Bu hikoyani ilk o'qiganimda bir millatni millat bo'lishi uchun, bir xalqni xalq bo'lishi uchun, bir davlatni davlat bo'lishi uchun bunday hikoyalarga naqadar ehtiyojimiz bor. Ayniqsa bugun qayerdandir kimlardir hozircha so'zda bo'lsin tahdid sochmoqchi bo'lib turgan bir paytda kimligimizni eslashimiz juda ham muhim.
Zotan kimligini eslolmaganlar uzoq yasholmaydi. Bu hikoya orqali bir qadar men ham nimalardir deb bir savol bersa, kimman, nimaman, qayerdan keldim, ota-bobolarim kim, mendan nima kutilyapti, oilam, xalqim, bu millat, bu davlat mendan nima kutyapti degan savollarni berib, bir qadar ularga javob berishga urinib ko'rsak, bu borada bilim olishga, o'zimizni mustahkamlashga ozgina harakat qilsak, bugun ayni vaqti deb o'ylayman. Haqiqiy xalq bo'lish davri yetib keldi. Hazilakam narsalardan qochish kerak. Chin, haqiqiy bo'lish. Yaxshi. Aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, yaratganing doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.